Her qaysınğa şunu dep qo'yay. Men osh qabristonlikning u tarafidan kirib, bu tarafidan chiqmaydigan bo'lsam, As'ad degan ismimni yo'tkuytaman. Bana ferman destigini ip çıkıp bersangla alıp buludu. Voy tova, biz neçə gündür beri bir olmasını bilen körüşüp tamam yiyişip yürüptümiz digin ha? Gözün aşkına daş. Sizler bilen birlik kirgen iki güzel minin kolumda. Vahimelik avazlık eser Qarqum Qabristonligi. Abduri Ömercan Ahmet Bixlan. Bu asar butunlay to'qilma bo'lib, reallik bilan hech qanday munosabat yo'q. Birinchi qism. Hey, mushu ma'lum chetidagi qabristonlarning yinidagi yo'ldan kunduzimi odamni sir bosidujimi? Kechisi o'tishga petnalaydigan odam bormidi? Shirali oldidagi qo'rimlardan yeyash shundoq dedi. Undaq odam chiqmaydi jumodash. Bizning mahallada emas, hech qanday yerdan chiqmaydi. Kim? Odam o'tamaydigan yer yo'qchimi? Jo'rikon bo'lsa, har qanday yerdan o'tsa. Bu gapni qilg'in bo'lsa, bizning qop yurak og'inimiz As'ad edi. Adash, sen bu cho'ng so'zligining bilan u qabristonlikning yinig'imi boramassan ekan? Ras. O degan kunduzi necha yuz metr yiroqlikdan qarisimi, odamni surbasidan qabristonlik tursa, ya'ni texi kechida ichiga kirish meningcha asla mumkin emas. Har qaysing'a shuni deb qo'yay. Men osh qabristonlikning u tarafidan kirib, bu tarafidan chiqmaydigan bo'lsam, As'ad degan ismimni yo'tkuytaman. As'ad oldidagi naturum karaxni orqa-orqadan ichib o'tib shundoq dedi. Bo'ldi adash, o'zingni besib olib, jim o'tir. Uning maslikni po'yetib qo'yib, degan ishini qilolmay yuz tushib ketishidan ansirab shundoq dedim. Ya Ömer, sen ishingni qila adash. Men degancha, o'g'an bola juma, cho'qim deganimni qilaman. Osh qabristonlikqa cho'qim bu tarafdan kirib, u tarafdan chiqib ketaman. Chiqqanmisam yoki qo'qit kaynimga yonsam bag'u, o'g'an bola bo'lmay ketay. 10 ming yerdan tikishamdoq. Qanday tikishalaydiganlar bormi? Agar kirishdan qo'rqsam yoki kirib chiqqanmisam, 10 mingni men beraman. Kirib chiqalisam, qani? Qaysinglar menga 10 mingni bera olaysizlar? Qani? O shundoq deb daldanishib o'rnidan turib, bizga savol nazarida qardi. Bo'ldi. Sen yaman. Biz do'tikanmaymiz. Mana ikkingning holi mushunchilik. Turqimiz o'g'an bola bo'lgan bilan bag'u, pulga kuchimiz yetmaydi deyisham undaq. As'ad bizga qarab, masxarlik oldi shundoq dedi. Bu gapga shirali ishkimizning ochiq kelgan bo'lsa-mu, ammo As'ad mas bo'lg'ashqa biz uni to'g'ri tushundik. Adash, bu puldagi masala emas. O qabristonlik rostlik xatarlik. Uyaga kirgan odam chiqib boqqan emas. Uni senmi bilsan-ku? Ang oddisi kunduzi qabristonlikdan necha yuz metr yiroqlikdagi yo'ldan o'tsimi, odamni surbasidan tursa, o qabristonlikni kechida kesib o'tman degining, jenimdan to'ydim degining emasmi? To'laman kichik balaga gap qilganda gap qilib tushuntirmagin adash. Men kiralayman dedim-mi? Cho'qim kiralayman. To'la gap qilmay, qani qaysing do'ti kissan? Gap qila. O shundoq deb bizga yana savol nazarida tikildi. Biz ortiq gapmi qilmadik. Ras adash, bu ishqa biz do'tikamaymiz. O'g'il bola kelsan yigit. Mana men sana do'tikaman. Mushu qo'rqmasligingga do'tikaman. Sening 10 ming yen pulingga 20 ming yen tikiman. Qo'rqmay kirib saq chiqalasam, 20 ming yenni sana berman. Agar kirib chiqamay qolsang, sendan yoki o'yingdagilardan pulni olmayman. Texi o'yingdagilarga 10 ming yen pul berman. Bo'ldi. Chiqamaslikning gapini qilishmayli. Ishilmanki, sen cho'qim saq chiqib, mendan 20 mingni to'liq ola olaysan. Odam qilolmaydigan ish bo'lmaydi. Yandik ustalda o'tirgan yoshli cho'ng biraylan yenimizga kelib, As'adning do'lisiga urib turib shundoq dedi. Uning gapi tugandan keyin
onunğa təfsili qarashqa başladım. Bu odamning beshi taqirbosh, semizrak kelgan, ustixonliq, bug'doy o'ng, yuzida tatug'ba, ko'zlari cho'ng bo'lib, bir jip ko'zdan bir xil yovuzlik, saxtipazlik chiqib turadi. Qora ranglik esil kostyum burilkini yarashtirib kiyib, qo'liga qimmatbaholiq soat taqgan bu odam qarashdilla bir katta xo'jayindek ko'rinadi. Ammo men uni bu yurtimizda ko'rib boqqanligimni eslayamadim. Bu odam hammamizga notanish edi. Uning chiroy turqidan bir xil shumliq ham vahima monumen debli bilinib turadi. Isli aka, siz bundaq davosingiz bo'ldi, jinim chiqadigan shosimi? Qabristonlikni kesib o'tgan juma aka. As'ad o taqirboshning qo'lini ching siqib turib shundoq dedi. Maslikda uning qini qizib qolgan edi. Adash, bu nitingdan yong'in. Kechida yolg'iz o qabristonlikdan o'taman desang, keyin pushaymon qiladigan ish bo'lib qolmasin yana. Bu toza xayrli ish emas. Nədiki gapni qilmag'ini Alisha. Ey, har qaysining pulga kuching yetmagini bilan, mana o'g'il boldek akimizdan bir o'ttirib chiqdi. Sen nimalar qilganmigandikin o'ltirsha jima. San pul bosil bulamda? Demak biz sening qo'rqmasligingga do't ekanmigandan keyin yarmas bo'lib qoptiq-da. Bo'pti. Do'stlikni pulda o'ltsang, bumi o'zingning ixtiyori. Shirali, qo'pa, ketaylik. Hay, achchig'inglarga hay berib, to'xtab turinglar inlirim. Sizlarning bundoq ranjishib qilishinglarga men sababchi bo'lib qoldim. Kechiringlar. Bu ishim uchun sizlardan afv so'rayman. Ham bugungi bu so'rininglarning pulini men to'lay. Yana nima yesanglar danglar, buyurtayli. Sizlarni mehmon qilib olganim bo'lib qolsin. Taqirbosh shundoq deb bo'libla kutkuchin chaqirib, nurg'un qo'rimlarni buyurtibdi. O'tiringlar fikrlarim. Mau tamoqlar chiqqandan keyin birer cho'kidan eg'iz tegishib, andilmanglar. Ko'nglinglar nimani tassa tatilmay buyurtaveringlar. Bu og'inanglar o qabristonlikqa bu tarafidan kirib, o tarafidan chiqib ketaman deydi. Men bu yerlik emas. Shahardan sodi ishi bilan yezanglarga kelib qoldim. O Qariqum qabristonligining nomini menmo burunla anglagan. Men mushunda qo'rqmas, no'ch kishilarni bak hurmatlayman. Odam qilamaydigan ish yo'q. Do'stinglar kirman deydi. Bir kirib boqmasinmi? Ha? O qabristonlikda odam kirib bo'g'ichi hopliqib yeydigan olvasti yo'qdi. Yana kelib fikrlarim, jin olvasti degan yo'q narsa mavjud emas. U yerga yiqilishanmaslik faqat odamlarning kallisidagi qo'rqinchdan iborat. Xotirjam bo'linglar, og'ininglarga hech bo'lmaydi. O qabristonlikka kirib chiqib, kishilarning bu qo'rqinchini yo'qotsa yaxshi emasmi? Shundoq bo'lganligi uchunla men bu inimizning bu yaxshi ishi uchun pul chiqaray deb o'tirg'i tushdim. O gapini tugitib, hammamizga salmoq nazarda bir qo'r qarab chiqdi. Uning gaplari xili o'rinliq edi. Hammamiz uning gaplarini ko'nglimizda bir qo'r tasdiqlab bo'ldik. Boya boshqacha ko'ringan bu odam endi ko'zimizga xili illiq ko'rinyotdi. Gapingizning xili asos bor-kan aka. To'g'ri dedingiz. Haqiqatan mard odamkansiz. Uncha maqtab ketkuchiligi yo'q. Mana tamoqlarmi chiqib bo'pti. Qani, tatinmay ilinglar fikrlarim. Mulozmatchilar birdamdil ustalni tamoq bilan to'ldirib bo'ldi. Biz tortinib turib qoldik. Texi boy yegan tamoqlar bilan qo'rsoqlarimiz to'q edi. O qayta zo'rlagandan keyin qo'rimlarga eg'iz tegishga boshladik. So'rinmi oxirlashib, minishga tamshaldik. Fikrlarim, amsa atkashda mush restoranga kelinglar. Sizlarni mush yerda saqlayman. Ko'rishib, sizlarning guvohligingizda to'xtam imzolab, Qariqum qabristonligiga mening mashinam bilan borayli. Ma'qul aka, rahmat sizga. Ati cho'qim vaqtida kirimiz aka juma. Bizmi uningga rahmat aytib, xo'shlashib chiqib ketdik. Atsi kashda men As'ad, Shirali uchimiz degan vaqtga ulgurib berish uchun
restoranga xeli baldırlı berip bolduq. Yelqi Taqirbaş akimiz burulli kelib bizni saqlab o'ltirgan ekan. Biz uning bilan qo'l elishib ko'rish bo'lgandan keyin ustalga kelib o'ltirdik. Uning sharaf qilishi bilan mulozimachilar tamoqni ep chiqdi. Ustal har xil qo'rimlar bilan liq to'ldi. Bu nim qilganingiz aka? Bika avar bo'psiz. Bizning qo'rsaqlarimizmi to'q edi. Hey, bu nima deganinglar fikrlarim, ha? Avar bo'ldigan ish yo'q. Bugun kecha balkim uxlamay tongni otqizib yetishimizmi mumkin. Shunga qo'saq ko'prak tamoq yavaganning ziyni yo'q. Balkim bu tamoq As'ad inimizning eng oxirgi tamog'i bo'lib qolishimi mumkin tehi. Uning bu gapini anglab bakli hayron qoldik. Hammamizning chiroylari o'zgarib, jiddiy tus olgan edi. Bu nim deganingiz aka? Eng oxirgi tamoq bo'lib qolishi deganingiz nimsi? Chaq-chaq qilib qo'ydim ukam. Asad inimiz qo'rqdimi yo'q sinab baqay dedim. Yana kelib, sizlarning ko'nglinglarda o qabristonlikqa borgan odam tirik chiqolmaydigan qo'rqinchli joy emasmi? Shunga mundaqli deb qo'ydim, ha? O saxta tabassum bilan kulimsirab turib shundoq dedi. Ha, undaq bo'lsa mayli. Biz texi ortiqcha o'ylab ansirab ketibdimiz. Asad, bu gapni anglab qo'rqib ketmagansan, ha? Qo'rqish deganmi gapmi? Qo'rqqan bo'lsam, o'g'il bola bo'lmay ketay. Inam, agar qo'rqqan bo'lsangiz, men qo'rqdim desangiz, yinib olsangiz mayli. Men sizni yinib oldi deb hargiz ayblab yurmayman. Qo'rqinim yo'q. Sizlar meni shundoq yarmas ko'rib qoldinglarmi? Aka, siz ortiq o'ylamay, pulni tayyor qiling. Har qaysinglarmi, hamda bunday gapni qayta qilg'ich bo'lmanglar, ha? Ha, bo'ladi ukam. Chatoq yo'q, chatoq yo'q. Biz tamoqlarni yeb bo'lib menishga tayyorlanganda, Taqirbaş somkisidan oldin tayyorlab qo'ygan bir parcha hujjatni oldida As'adga sundi. As'ad uni bir qur ko'rib chiqqandan keyin gap qilmayli imzo qo'ydi. Ondan Taqirbaşmi imzo qo'ydi. Bu ularning to'nogunki og'zaki kelishimning hujjat nusxasi edi. Ular to'nogun deyishgandek, agar As'ad qabristonlikka kirib saqchi qolsa, Taqirbaşning uningga 20 ming yuan berdiganligi. Agar tasodifiy chiqolmay qolsa, 10 ming yuan berdiganligi tafsili yozilgan edi. Ham oxirga mushu ish tufayli kimga bir ish bo'lib qolsa, oqibatiga o'z mas'ul bo'ldiganligi alayda qo'shib qo'yilgan edi. Oxirda bizmi guvohchi sifatida imzo qo'ydik. Taqirbaş mangayli degenicha mashinasining ochqichini elib sirtqa mangdi. Bizmi uning kaynidan agishib mangdik. As'ad pokaydan 3 botolka haraqni elib, qong'ichi mas bo'lsam, har qanday jin alvasda bo'lsam qo'rqmayman degenicha mangdi. Balkim u haraqni toza ichib, maskumpisini ishlatmoqchi bo'lsa kerak. Shunda qilib, biz Taqirbaşning mashinasida qabristonlikqa qarab yurib ketdik. Qarqum qabristonligi bo'lsa, kentimizning g'arbiy chetiga joylashgan bo'lib, umumiy ko'lami 100 mingga yaqin chiqadigan cho'ng qabristonlik edi. Bu qabristonlik yiroqdan qarashqimi nihoyat surlik ko'rinadi. Qabristonlikning atrofida 2 kilometr doiragacha bir uymi yo'q edi. Bu qabristonlikning yenidagi yo'ldan kunduzmi odam yolg'iz qo'qib o'tolmaydi. Yenidan o'tish to'g'ri kelsa, 2 yoki uningdan ortiq odam birga o'tadi. Ketsi yeniga yiqilishmi asla mumkin emas edi. Zavol vaqtidan boshlab qabristonlikdan odamni vahimaga soladigan har xil ovozlar anglanishga boshlaydi. Qabristonlikning u yer bu yerlarda o't kuyatdi. Kallalarning mo'rgan, qo'ylarning margan, otlarning kishnigan, hatto bovoqlarning yig'ilgan ovozlari qabristonlikdagi boshqa vahimlik ovozlarga qo'shilib, necha kilometr yiroqlikdagi odamlarni g'ol-g'ol titirtadi. Cho'nglar, yoshlarni va bolalarni bu qabristonlikqa qat'iy yaqinlashmaslikka da'vat qiladi.
sababini so'rsak, u degan jin olvaslarning uvusi debla boshqa tushuncha bermaydi. Shunga hozirgacha bu qabristonlikqa kechida kirish uyoqda tursin, hatto yiqilisha oladigan bir odamni chiqib boqmagan edi. Bizgimi vahimilik sirliq ovozlar anglanishga boshladi. Demak biz Qorqum qabristonligiga yiqilishib qolgan edik. Yuragimni bir xil ansizlik qoplashga boshladi. Qabristonlikka yetib kelib, mashinadan tushdik. As'at yo'ldagicha necha potolkin quruqdab, shirkayib bo'lganligini hisobga olmaganda, Shirali bilan men qo'rqinishdan aran turib atdik. Bu yerdagi sirli qo'rqinchli ovozlar mana men degan odamni qo'rqitib o'tadi. İkinci kısım. Enilerim, mening muhim ishim bor edi. Men berib kelay. Mana bu 10 ming yuan. Men Asad inimga ishinaman. U cho'qim kirdi. Qabristonlikning u chetiga chiqqan hamon men mukab bo'laman. Pulning qoldig'ini shu joqda beray. O shundoq debla pulni menga tutqizib qo'yib, mashinasi tarafga mangdi. Voy, aras. Agar mening yordamim kerak bo'ladigan ish bo'lsa, mana bu mening telefon nomerim. Qachon telefon qilsanglar, men shu hamon kelaman, ha? O keyniga yenib kelib, bir kartani menga tutqizib qo'yib ketib qoldi. Qorong'uda kartadagi xatlarni ko'ramagachga, uni elibli yanchug'imga soldim. Taqirbosh mashinasini haydab, Yezbozor tarafga qarab minib, birdamdil qarshi yutdi. Ağınlar, bu akimiz boyunçuvalar matli qilayotgan yerda amdi kirmisam, bu g'ambilning ishi olmaydi jumi. Bo'ldi. Sizlar vaqo qabristonlikning o'y chetida saqlab turinglar meni. Harda shu yerda ko'rishimiz jumi. O shundoq deb daldanishib mang'inicha qabristonlikka kirib ketdi. Hey, Shirali adash. Bu ish hajab bir xil turdi-ku. Sen sezdingmi? Nari bir xil turdi adash. Sen ot qo'ylab ketibsan. Hech qanday emas bu. Mushu qabristonlikdagi ovozlardan boshqa g'alitlik yo'q-ku. Ko'nglim bir xil shumliqni to'yib tursa-mu, ammo uni ifodalaydiganga hech qanday asosim bo'lmag'achqa ortiq gap qilmadim. Adash, qabristonlikning u chetiga hozir chiqib bo'lmaymiz. Tong suzilishiga yaqin chiqsa qandaq? Uning ustiga birimiz bu yerda qilib, birimiz u tarafga chiqayli desak, yolg'iz qo'rqib qolamiz. Shunda qilib, Shirali ikkimiz heli bog'dan, heli tog'dan paranglashib, tun yerimdan xilil eshib qolgan edi. Bir chog'da qarsam, Shirali xo'rak tatib qattiq uyquga ketibdi. Uning mushundaq joyda xotirjam uxlayotganligiga qarab, bakla hayron qoldim. Meningmi uyqum kelib, ko'zlarim qizirib, oralli turib atdim. Bir chog'da nima bo'lganligini bilmayli qoldim. Ko'zlarim yumilib, menmi uyquga ketdim. Uxlab bir tush ko'rdim. As'at qabristonlikda qop-qorong'u zulmat ichiga kirib ketyapti. Oldida nurg'un yuz ko'zlari qoniga bo'yalgan, oq kiyimlik olvastlar qo'llarini so'zib, "Kela, mushaga kel" deb chirqirayotdi. Bo'yni yo'q eshakka minib olgan badbashir bir odam As'atning kaynidan "Tizmang, oldinga mang" deb uni qamchi bilan urib haydayotdi. Bo'yni yo'q eshakka minib olgan odam tuyuqsiz kayniga burilg'idak. O boshqa odam bo'lmasdan dal hilq taqirbosh edi. Qattiq varqirg'inimcha uyg'onib ketdim.
Voy adash, nim bo'ldi? Ha, ajab qattiq vaqirib ketding-ku. Meni uyg'otib etding. Seni qor bostimi nima? Ko'rgan tushimni uningga so'zlab berdim. Nimanda qo'rqinchli tush bu? Qor besibdi-da. Demisimi jangalning o'ttiridagi qabristonlikning yinida yolg'iz turyapmiz emasmi? Unda tush ko'rishing normal ish. Bu faqatla bir qor bosgan tushgan adash. Shundagidek undaqmi bo'lib ketmas. Asadga cho'qim hech bo'lmaydi. Bo'lsa deginingdek bo'la adash. Asadga hech bo'lmas. Tamu so'zlay deb qapti. Darhol qabristonlikning u tarafiga o'tib, Asadning chiqishini saqlayli. Asad u tarafga chiqib bizni saqlayotdi texi. Biz qabristonlikning yenidagi yaqin yo'l bilan yugurib, qabristonlikning u tarafiga qarab mangdik. Oli hazal 2 soat yo'l minib, qabristonlikning yan bir tarafiga yetib keldik. Bu chaqda tong suzilib, sahar vaqti bo'lib qolgan edi. Shirali hasirab o'midab, yerib ketdim deb o'ltirib qoldi. Men muhadim adash. Qo'ba, arduqni saltirib olayli. Hozir berib atrofga qarab baqayli. Asad bu yerda yo'qkan. Qabristonlikdan chiqqan oyoq izi bormi yo'q? Tafsili izlab baqayli. Qo'ba. Unda qilayli. İkimiz bölünüp izlayli. Sen o tarafga bor, men bu tarafga boray. Shunda qilib, ikkimiz ikki tarafga bölünüp yurib ketdik. Atrofga shunchalik sinchilab qarab, tafsili ko'z tutmadim. Ammo hech qanday oyoq izi yo'q edi. Qabristonlikning men mangan tarafdagi joylarni yarim soat atrofida to'liq ko'z tutib, hech qanday ahvolni bayqay olmay, kaynimiga yenib, bayqi izimga qaytib keldim. Uzoqqa qolmayla, Shiralimi qaytib keldi. Adash, tafsili kuzatib keldim. Hech qanday yerda odamning izi turmoq, bir hayvonning izini ko'midi. Men shu adash, hech qanday bir iz bayqamadim. Hey, adash. Hozir kunduz bo'lganki, qabristonlikning ichiga kirib, Asadni izlab tepib chiqayli. Yura. Shunda qilib, ikkimiz birlikda qabristonlikning ichiga kirib ketdik. Xeli uzungacha qabristonlikni tafsili kuzatdik. Bir kona og'zi ochiq qabrning oldiga kelganda Asadning shu yerda yiqilib yotganligini ko'rdik. Asad! Her işkelimiz tağlı toğlap, onun yanığı yugurdu. Ama biz bağan çağda, o allık açan tınıqtın qağan iken. Onun bir cüp gözü uçqılı ketken bulup, çıraydın qattiq qorqib ketkenlik çıqıp ulturatdı. Onu görüp özümüzün tutulanmay qaldık. Özümüzün şunca besvağan bolsaq mı? Közlerimizden eqiyotgan yoshlar yüzlerimizni höl qilib bo'lgan edi. Bu mumkin emas. Sen ölmeysen, sen ölüp ketsen bo'lmaydi. Ya, ko'zini ochqin adash. Sen shunda qo'rqmas turib, bundaqli ketib qolishingga hargiz ishonmayman. O'rningdan tur adash. Sen tehi hayat, gözünü aç. Gözünü aşkın. Biz xeli uzoqcha o'zimizni tutamay, Asadni quchoqlab, öksüp yig'lab ketdik. Xuddi yurkimiz sug'urilib chiqib ketadigandaykla bir xil tuyg'u dedik. Adash, bu yerda yig'lab o'ltiravermay, Asadni elib uyga qaytib, oxiratlik ishlarga tayyorlik qilayli. Ma'qul adash, ma'ayli.
Lekin biz ikkimiz Asadning jasadini ilib, uning uyiga qandoq boramiz, ha? Zuhraning mo'shu bir tal akisidan boshqa hech nimasi yo'q tursa, uningga qandoq tushundiramiz, ha? Deb baqa. Nima deb tasalli beramiz? Zuhraga bu ish haqiqatan ig'ir keladi. Ammo baribir demay bo'lmaydi. Yura, bag'anni bir gap bo'la. Men shundoq deb Asadni hapash qilib mangdim. Biz uni navbatlashib hapash qilib uyga ep keldik. Zuhra akisini ko'rib, o'zini tutib ololmay, qattiq o'ksib yig'lab ketdi. Biz Zuhraga qandoq tasalli berishni bilmay turib qoldik. Zuhra bo'lsa akisining jasadini quchoqlab, "Esa" deb yig'layotdi. Endi men qanday qilaman aka? Menga ham ota-onalik, ham akalik mehrini berib cho'ng qilgan to'ng'u. Jenim aka, endi men yolg'iz qanday qilaman? Ko'zingni ochqin jenim aka. Endi men qanday qilaman? Bo'ldi. O'zingizni tutib oling singlim. Sabr qiling. Bizmi Asadga o'xshash sizning akillaringiz. Bundaq yig'laversangiz, bizning ko'nglimiz yerim bo'lib o'tgan. Asli akam atigan qabristonlikqa kiraman degan vaqtidala uni to'sib olsam bo'pti-kin. Atigan ma deganti, men kirmagan aka deb qo'yibla, uningga ortiq gap qilmabdiman. Agar cho'ntirib to'sib olgan bo'lsam, balkim bu ishlarni bo'lmagan bo'ladi. Bo'ldi singlim. Endi yig'ilsaqmi o'rniq kelmaydi. Endi biz oxiratlik ishlarga tayyorlik qilaylik. Shunda qilib, Asadning oxiratlik ishlarini tuyutib oldik. Bir chaqda tuyuqsizla, yilqi Toqirbashning bergan kartasi xiyolimga keldi-da, uni elib qardim. Qarab cho'chib ketdim. Kartiga Qarqum qabristonligiga safar degan xat yozilgan va qo'rqinchli olvoslarning surati besilgan edi. Hey, adash, qara. Demak, u Toqirbash odam emaskan. Uning Qarqum qabristonligi bilan munosabati bor ekan. Men shundoq deb kartini chiqarib, Shiraliga ko'rsatdim. Voy tova. Biz necha kundan beri bir olvosti bilan ko'rishib, tomoq yeyishib yuribdimiz degin, ha? Shunda qadash, bu hargiz oddiy bir ish emas. Qabristonlikqa cho'qin bir kirayli. Asad bizning kichigimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan jonjigar do'stimiz. Uning o'limiga mundaqli qarab o'ltirsak, hargiz bo'lmaydi. Bu ish mayli olvostiga munosabatli bo'lsin va yoki boshqa sababdan bo'lsin, cho'qim aniqlab chiqayli. Uningdan do'stimizning qisosini olayli. To'g'ri aytding adash. Buni cho'qim aniqlamay bo'lmaydi. Bu ishni menmi o'ylagan edim. Ammo Asadning o'limi bizga Qarqum qabristonligining odatdagi joy emasligini, bu ishning uncha oddiy ish emasligini aniq isbotlab berdi. Asadning jasadini ko'rgan doktorlarmi zarbaga uchirgan. Zaharlangan yer yo'q. Zaharlanganmi emas. Qattiq qo'rqib ketib o'libdi dedi. Demak, u qabristonlik aniqli jin olvoslarning makoni ekan. Bu yerga kirimiz deganimiz bir cho'ng tavakkulchilikka otlanamiz degan gap. Shunga mahaldagi yosh cho'ngroq kishilardan bu qabristonlik to'g'riliq aniq bir tushunchaga erishib, bo'lsa munosabatli ishlarni ko'proq aniqlab olib, ondan kiraylik. O so'zini tugitib, menga qaradi. Uning gaplari haqiqatan o'rinli edi. Dining to'g'ri adash. Bu qabristonlikning ahvolini yaxshi bilib olib, ondan kirmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa bizmi saqaytib chiqolmasligimiz mumkin. Shunga ishni hozirla boshlaylik. Shunda qilib, ikkimiz birga yurib ketdik.
mahalladagi yosh tichon mo'ysbitlardan so'rab yurib, burun qabristonlikning yanida uyi bor. Keyin yo'tkilib ketgan Turdi bovayning Qarqum qabristonligi to'g'risidagi ahvollarni eng yaxshi bildiganligini anglab, uning uyiga bordik. Turdi bovayga o'zimizning maqsadini aniq aytib, hamma ishni to'liq tushuntirib o'tdik. Turdi bovay gapimizni anglab, birdam sukutga cho'mgandan keyin eg'ir tinib, eg'iz ochdi. Bolalarim, sizlar to'limi xatarlik ishga tavakkul qilib qopsizlar. Barbir, endi sizlarni to'sib qog'il bo'lmaydi. Bo'pti. Bu ish to'g'riliq biladiganlarimni sizlarga tafsili so'zlab beray. Bu qabristonlik bizning kantimizda emas, yezimiz tavasidimi xeli nomi bor, cho'ng qabristonlik. Bovamning aytishicha, bovam kichik chig'da yurtda tuyuqsiz bir kech kunduz qattiq bo'ron chapqin chiqibdi. Bo'ron to'xtagandan keyin kechasi qabristonlik tarafdan hozir kechida anglindigan hilqi surlik, vahimlik ovozlar anglanishga boshlabdi. Shuning bilan butun kentdagi erlar qabristonlikning yeniga berib qarasa, qabristonlikning ichi va atrofidagi qumlar qor rangda turg'idek. Surlik ovozlar texmi qo'rqinchli anglanishga boshlabdi. Tuyuqsiz bir qora quyun ko'tarilib, quyun ichidan nihoyat sat bir ko'zi olg'ay, butun badanini qop-qora yung qoplagan bir olvosti chiqibdi.